Mana shu o'rinda taqvo qilish deganda albatta boylikni halol yo'l bilan topish, munosib joyga sarf eta olish, isrofdan saqlanish, boyligi bilan kerilmaslik, shu kabi sifatlar tushuniladi. Ana o'sha fazilatning birinchisi, zakot beradigan odam zakotini kibrli holda bersa, ba'zi bir fatvolar bor, Alloh uni bu ibodatini qabul qilmaydi degan. Ol deb turib o'zini kimdir chog'lab haligi zakot olayotgan odamni yer bilan bir bilib beradigan bo'lsa, qaytaga u odamdan ko'ra o'zini hokisor tutib berishligi kerak bo'ladi. Din shunga buyuradi. Din kamtar bo'lishga buyuradi. O'tirgan odamga yurib ketayotgan odam salom beradi. Yurib ketayotgan odamga ulovdagi odam salom beradi. Ulovdagi odam albatta imkoniyati bor odamda. Piyoda yurgan odam imkoniyati yo'q odam. Qarang, boy odam kambag'alga salom bersin deyapti. Abdulloh ibn Umar aytadilar: "Xuddi abadiy yashaydigandek dunyoying uchun harakat qil. Xuddi ertaga o'lib qoladigandek oxirating uchun amal qil." Rejani qiling, maqsadni qiling, rejalarni tuzing, 20 yillik, 30 yillik ishingiz borasida. Lekin o'lim esdan chiqmaslik kerak. Dunyo ishini shunday mukammal qilingki, dunyoda siz abadiy qoladigandek bo'lib qiling. Oxirat amalingizni, ibodatingizni ertaga o'lib qoladigandek bo'lib amalga oshirsak, bu fazilat.